Assalomu alaykum. Obunachilar yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Hayit bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Xonadoningizda qut baraka kelsin. Farzandlaringizga baxt, saodat, uzoq umr, sog'lik tilayman. Hammangizning xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lg'ay, Xudoyim. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammangizni yaxshi ko'raman. Shu like'lari bosib, obuna bo'lib turinglar. Iltimos, sizlarga yana bir ishimiz bor. Bugun yana ataza chiqdik o'rtoqlar. Bu dorini ko'rdingizlarmi? Shu dorini salamiz bugun. Shu dorini salamiz. Ko'rdingizlarmi? Keyin İso suyuqligi bor. Shuni salamiz bugun. Bugungi ishimiz shu. Shuni 20 litr suva salamiz o'rtoqlar. Lekin aslında bu 50 litr degan-ku, baribir 50 litr degan bilan ishonchli emas. Chunki 20 litr salaveramiz. Normalniy bo'ladi shunda. O'rtoqlar, shu dorilari salamiz, Isoni salamiz. Bugungi ishimiz shu. Salib bir 2-3 soat aralashtirib qo'yib, keyin daraxtlara sepamiz. Hozir vaqti o'rtoqlar. Daraxtlara sepinglar. Sizlar ham. Endi mazali olmalar, mazali shaftolilar yeymiz deysizlar-ku, qurt tushmasin desangizlar. Shular bajarasizlar. Mart oyida 2-marta sepishimiz hozir. Endi 2-marta sepamiz. Her 5 gündən 4 gündən səpib duramiz. Şəftalilar ham erta pişər şəftali gülləcək olub durubdu. Ortaqlar, bugün mənim bağımda badamım güllədi. Sizlərə görsətəyim. Şu badamma bir like'ları basıb əringlər qani çiroylatıb Ortaqlar. Kichkina badammam gülləyatır ortaqlar. Gördünüzlərmi? Kichkina badammam gülləyatır o'rtoqlar. Gül ko'rsatyapti. Shuning uchun gullagandan sapish kerak. Mevaning daraxti gullab turgandan sapish kerak. O'rtoqlar. Gullab turgandan sapqamiz Ko'rdingizlarmi? Tez voyaga yetib, tez mevasini yeysan ekan. Sizlarga aytsam. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, amon bo'linglar. Bayramlari, hayitlaringiz qutlug' qadam bo'lsin. Allohning dargohida ne yaxshiliklar bo'lsa, hammasini sizlarga tilayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat, farzandlaringizning baxtına sog' yurgaysizlar. Kiysa karamlaringizga barakat bersin. Allohim neki niyatlaringiz bo'lsa, Alloh taolo bekami ko'z yetirsin. Shu Ayimjon momang bog'ida mevalar pishsa kelaveringlar, sizlarga Xudo xolasa beramiz. Yeysizlar. O'tgan yil ekkan damiz ham meva bajak bo'lib turibdi. Bu kivinoy degani bu. Xudo xolasa bu yil mevaga girsa, Xudo xolasa sizlarga ko'rsataman uni. Xudo xolasa sog' salomat yurgaysizlar, Xudoyim. Hamisha sog'likda, salomatlikda yurgaysizlar, Xudoyim. Hech qachon kasal bo'lmagaysizlar. Hech qachon pula zarur bo'lmagaysizlar. Mol mulklaringiz, hamma narsangiz Alloh bekami ko'rsatib bersin. Xudoyim balalaringizni baxtini ko'rib sog' yurgaysizlar. Bizlarning ham bola chog'amiz sog' salomat yurgay, uzoqlarda yursalar ham qalbim yaqin. Xudoyim umrlari uzoq bo'lib, shu Bilol bekim abrish Alloh taolo bugun ullining ulligida shifo bergay shu balama. Xudoyim sizlar ham duo qilib qo'yinglar shu balama. Alloh shifo bersin deb shu balama. Xudoyim hamisha sog' yurgaysizlar. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun like'lari bosinglar.